Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontrolligiga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Yaxshimisiz savoqdoshlar. Bugun men sizlarga so'zlab berdiganim irodasizlikning shakllanishi. Irodasizlikning shakllanishi degan nima esa, odam qandoqlab irodasiz bo'lib qoldi. Yoki o'miz qanday vaqtda irodalik bo'lay debmi, irodalik bo'lanmaydi. Ham nurg'un o'quvchilar bo'lsin yoki nurg'unlagan jamiyat chiqqanlar bo'lsin, o'zining irodasining og'ir darajada komilligini his qildi. Doim bir ishni qilaman deydi, oxiriga chiqolmaydi. Dastlabida intan qizg'an, keyin qizg'in emas. Yani bazılarının çoğum iradalik bol degan gaplarni anglaymiz. Amaliyot bu xil an'anaviy usuldagi boshqalarning iradalik bol degan gaplarni anglamasa, uni irodasiz qilaydi. Bu qanday gap? Biz buni yili darsimiz orqali buni so'zlaymiz. Shunga bugun mening asos so'zlaydiganim odam irodasiz qilib qo'ydigan nurg'unlagan psixikada mexanizmlar bor. Bu odamlar irodasiz bo'lib qolmaydi. O'zining psixikasi shuningga so'rab bordi. Agar biz bu mexanizmlarni o'rgan vaqtda odam o'zining qilayotgan jarayonlarda ma'nosidan ko'ngil suygan vaqtda yoki ma'nosi qizg'inlik qolmaganda yoki uning bir xil harakatdan kuch qolmagan vaqtda mushkil mexanizmlar orqali balkim u o'zining irodasini mashq qildira olishi mumkin. Albatta iroda mashq qildirish qandaqdir bir eg'iz gap bilan shakllangan narsa bo'lmasdan u mo xuddi muskullarni mashq qildirgandek bir o'gindigan, taraqqiy qildiradigan mundaq bir narsa hisoblanadi. Unda bo'lsa bugungi darsning darsida men xatolik pravsi degan bir uqumni tushundirman. Xatolik pravsi degan nima? Xatolik pravsi deganimiz odam ma'lum bir yaxshi qilgan bo'lsa, yoki yaxshini o'ylagan bo'lsa, u darhol o'zining ash yaxshi qilganlik uchun yoki yaxshini o'ylaganlik uchun o'ziga bir xatolikka o'tkazishga yo'l qo'yish. Masalan, men sizga bir tajribam deb beray. Shirkatning oldida men o'zimning o'quvchilarga bundaq bir topshiriq berdim. Ya'ni bugun qaytib sizlar kelgusida qildigan yaxshilaringlarni yezib 200 xatlik qilib buni bir maqola yozib kelinglar dedim. Shundan bular atis kelgan vaqtda bir liti bir hodisa yuz berdi. Nima degan vaqtda shu kuni ularning kechki nisbati o'rlab ketdi. Unda biz tasavvur qilaylik. Bolalarning kechki nisbati nima ish o'rlab ketdi? 200 xat. Bu jiq bo'lsa yoki 1 soat yoki bo'lmasa yarim soat vaqt oldi. Undan ularning kechki nisbati nima ish o'rlab ketgan? Chunki ular kallasida yaxshi qilganlik, yaxshi qilaman deb o'ylagan nimasi uning bir xushallik tuyg'u paydo qilib qo'ydi.
Shunga u bu xushalik tuyg'u uchun hozir shu o'ziga bir xatolik o'tkazishga bir qatim fursat berib turib oldi. Biz bu nima deymiz? Xatolik pravasi. Nurg'aning dasbida boshlab ishlarni oxirida davomlashtirmasdan hammasi nima degan vaqtda ular eng oxirgi o'zining nishonini unutib qolib, shu qilish jarayonidagi o'zining yaxshilarini o'ylab bu yaxshi uchun o'zi bir qatim mukofotlaydi yoki o'ziga bir qatim bir huzur berib turib olishi mumkin. Masalan, bir odam 10 kilo uruqlayman dedi. O shu kundan boshlab badan mashq qildi dedi. Bir kun mashq qildi, 2 kun mashq qildi dedi, chidadi. Onunğa tirishdi, irodasi bo'ldi. Ammo bu 2 kun vaqtida o'z mashq qilish maydoniga borgandan keyin, mashq qilgandan keyin u o'zida bir xil faxr his qilinib qoldi. Bu xil faxr uning psixikasini paydo qildiysa, o'zini bir qatim mukofotlash. Bu mukofotlash nima bo'lishi mumkinsa, 3-chi kuni bormas mumkin. Chunki 2 kun borganlik tufayli 3-chi kuni bormaslikni cho'qim men irish tegishlik bir suyuncha deb o'ylab qoladi. Yoki bo'lmasa bir xizmatchi 8 soatlik ishni tugatibmi, bir shirkat ishlaydigan ishchi 8 soatdan keyin 9 soat ishlayotgan bo'lsa, u 9 soat ishlaganlik uchun bir yaxshi qilganlik uchun shirkatga, balki bu shirkatning oz-to'la shaxsiy pulini yoki bo'lmasa shaxsiy narsasini ishlatib olish mumkin yoki o'g'irlab olish mumkin. Nima ish qilsa, u 9 soat ishlaganlik uchun o'zini bir qatim mukofotlashga yuzinib qoldi. Biz buni xatolik farqi deymiz. Yoki bo'lmasa bas erlar bir masalan o'yining barliq chiqimini ko'targan bo'lsa, masalan o'yining nima deb qo'yamiz, qarz puli bo'ladi, o'yining chiqimlarini butunlay ko'targan bo'lsa, bu erning axloqidan chetnab ketishi, ya'ni nikoh sirtidagi ba'zi ishlar bilan shug'ullanib qilish imkoniyat mumkinchilik kuchli bo'ldi. Chunki bu o'yining barliq nimasini o'z ustiga olganlik uchun uning bir xil xushallik tuyg'usi, muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib qoladi-da, u darhol ba'zi ezib ketishi mumkin. Demek, xatolik pravsi degan nimasi? Xatolik pravsi dal odamlarni eng oxirgi nishoniga bormasdilla, u shu nishonga yetish jarayonidagi ma'lum ushaq-tushak yoki shu bosqichdagi muvaffaqiyatidan huzurlanib, shu muvaffaqiyat uchun o'zini nachar bir yoki ashning nishoniga yetkazishga qarshi tuzadigan ma'lum ish bilan mukofotlab olishni biz nima deb ataymiz? Xatolik pravsi deb ataymiz. Yoki ba'zi o'quvchilar imtihonga tayyorlik qilish uchun qattiq tirishdi. U 4 soat o'rganib o'tdi. 4 soat o'rganganda u bir xil tirishqan tuyg'uga kelib qoldi. Bu tirishqan tuyg'u nimaga da'vat qilish mumkinsa, balkim bu darhol kompyuter o'ynab turish mumkin yoki taloq chiqib to'p o'ynash mumkin. Chunki 4 soat o'rganish qilganlik uchun o tuyg'u uningga bir qatimliq mukofot berib qo'ydi. Asli bu o'quvchining asli maqsadi nimasi? Asli imtihondan yaxshi numar olish yoki bilimli bo'lish. U uni unutib qoldi. Yoki biz bayatingi misaldagi eliq badan mashq qildirgan odamning asli eng oxirdagi nishoni nimasi? Asli uning nishoni 10 kilo uruqlash. Ammo u 2 kun mashq qilib, mana 2 kunlik mashqni o'zimning uftiqi deb o'ylab qoldi-da, bu uftiq uchun u 3-chi kuni uning bormaydi. Yoki 3-chi kuni u balki o'zining eg'irligiga mos keladigan ba'zi ishlar bilan shug'ullanish mumkin. Buni biz xatolik pravsi deb ataymiz. İkincisi, ətinin bugenge prav berishi. Nurg'a odamlarda psixikada tug'malam qanday o'ylaydisa, ətini intayin ko'p vaqt hisoblaydi. Ya'ni ətə bugun qaraganda az degan 6-7 soat ushiqdek hisoblab oldi. Yoki ətə u intayin bir xil kuchli energiyasi bordek his qilib turib oladi. Yoki ətə hamishlar o'ngishilib ketgandek his qiladi. Men o'tganda o'quvchilarga bir sınaq yapadım. O'quvchilarga ət qilgan ishinglarni yezib chiqinglar, chuqum amaliy bo'linglar deb topilab tursammi, %80% o'quvchining yozgan nimasini bir ətni bir kunda emas, 3 kun oran urundab bo'lgan narsani biroqla ət qilganga yozib olgan. Unda shu 3 kunda qilgan ishni ət qilaman deganlik uchun bugun nima ish qildiysa, bugun o'ziga prav berdi, bugun asos shartdan qilishlik ishni qilmaydi. Çünkü o ətsi adamın kallasında 3 gün hesap buldu. Bunu o əmli oylayman deysimi, onun minisi, psixikisi təbilə ətini şundaq uzun, çoğun köz etib qaldı. Şuna bizmiş iradəsizlik jarayonida ətini oylagan vaqtda muşunun bək diqqət qilish kerak. Bu tuğma əti bizni aldab qoyduğan gap. Əməliyyatda bugün bilan ətiki vaqt oxşaş 24 saat buldu. Biroq ko'pincha ahvollarda əti odamga shunday kuchli ko'rinadi. Onun ustiga ba'zi odamlarga əti intayin bir xil qobiliyat qilib ketgandek, ata
o intayin bilimli olib ketgandek, ət o intayin bayılab ketgandek his qildi. Nurg'un yoshlar o'zining ətisini intayin baydek his qildi-da, bugun şuna o ət bay bo'lgandan bugun o asosiyatdan pul yig'ish qolmaydi. Yoki pul xejlashni o to'g'ri deb o'ylaydi. Nima ish qilsa, o ət uchun bugunni asosiyatdan qurbon qilaverdi. Mana bumi nurg'un yoshlarning odatda shu hisob chiqarmasligi, boylik to'playanmasligi birdan-bir sabab. Mesela ma'quqchi. Bu huquqchining kallasida bu ət intayin tirishchan ko'rindi. Ya ko'mis o'gilik tirishchan, ya kelgus tirishchan ko'rindi. Shuni bu to'liqlay olmayman deb o'ylaydi. Shu sababli bu nima ish qildi desa, bu kompyuter o'ynayotdi. Bu xotirjam o'ynayotdi. Nima ish qildi degan vaqtda buning nisbatan ata bugun pro beryapti. Undasa bu xil hozirni qandoq tusimiz? Men nurg'a odamlarning o'zining qilayotgan ishlarini faxrlanganini ko'raman. Masalan, har qanday ishlardan shug'ullanib faxrlandi. Bu xil faxrlanish tuyg'usi amaliyat nima paydo qilib qo'ydi desa, uningga ikkinchi qatim bir xatolik sodir qilishni uqtirib qo'ydi. Shunga o'tganda bir leksiyasimni ismiga men odamning yaxshi qilishi uningga yaxshi qilishi yaxshi emas deb qo'yib qo'ydim. Nurg'a odamlar buni tushunmadi. Bu yaxshi qilish nima yaxshi emas? Chunki bu yerda bir narsani, chunki biz qilayotgan ma'lum ishimizni yaxshi deb turvasak, bu yaxshi deganligimiz uchun bizda bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Ya'ni bir eskishqa, ya kichikroq bir xatolikqa yo'l qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Unda esa bir odamning qilayotgan ish yaxshi emas, masalan, o'ylaylik. Bir odam har kuni etgan qopdi, yoki bo'lmasa intayin tirishdi. Bir balon tirishqinni misol qilaylik. Uning tirishqinni u bilan bu bir yaxshi qilyapman deb o'ylasa olmaydi. Chunki buni tirishishni yaxshi qilyapman deb o'ylasa, o darhol bu yaxshining o'rnini to'liqlayib yetadi. O'zini mukofotlaydi. Nima ishlansa o'ynash orqali. Unda esa bir narsa qiyos qilaylik biz. Zodi bizning asli holatimiz nima? Bir odam qilgan yaxshini mukofotlasa, u chaqda bu nima tushuntirdi desa, asli odam nacharti deganini bildirdi. Amaliyotda bolaning tirishi yaxshi bo'lmasdan as qilish tegishli ish u. Bir yosh bolaning pul tepishi yoki pul yig'ishi uning qilib ketgan yaxshi bo'lmasdan asli qilish tegishli ish. Agar u pul tepishni yoki pul yig'ishni yaxshi ish deb o'ylab olsa, u chaqda uning asli holati nima bo'ldi degan vaqtda nachar hisoblanadi. Undan esa odamning ikki nusxasi deganni belgilaylik. Nurg'a odamlar o'zini ma'qul nachar o'ylaydi. Shunlar har qatim yaxshi qilgan vaqtda xo'sh bo'ladi. Yaxshi qilgan xo'sh bo'lganlik uchun bu xil xushallikni mukofotlaydi. Amaliyotda odamning asli nusxasi nachar bo'lmasdan yaxshi. Nurg'un qilayotgan ishlar odam asli qilish tegish ishlar. Uning badan sog'lom qilishi, tirishi, kitob o'qishi, erning masalan o'yining yenik yuklarni, egrinik yuklarni ko'tarishi, nurg'un ishlar amaliyotda odam bo'lish tegishlik asli yaxshilar, asli nusxasi shu odamning. Ammo hozir odam nima ish qilyapsa, bu qilgan ishlarni alayda yaxshi deb bu yaxshiga bir mukofot, nachar ishga mukofotlab turdi. Bunday odamlarning bu xilolatini biz nim deb yakun chiqara olamizsa, demak odam nachardi, u yaxshi qilgan vaqtda xushal bo'ldi, shunga mukofotlash kerak. Bu xato ahvol. As odamning nusxasi ma bo'lmasdan nima bo'lsa, ma nusxa bo'ladi. Shunga biz cho'qim avval nishonni bekitishimiz kerak. Masalan, biz yanlar badan mashq qildigan odamga yana qaraylik. Uning asli 10 kilo uruqlishi asli nishoni. Hargiz u bu badan chiniqtirish sarayga 2 kun berishi nishon emas. Ammo bu 2 kun beribla nishoning yetgandek o'ylab qoldi. 2 kun beribla o'dingda bir xushallik, muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib Shunlar 3-chi kuni bormidi. Bu jarayonda uni unutib qoldi desa, o'zining asli ultimat nishonini, ya'ni 10 kilo uruqlash nishonini unutib qoldi. Bir o'quvchining asli tirishishi o nishon emas. Tirishning oxirgi natija nishoni. Biroq u 2-3 kun tirishibla yaxshi holat keldida, uni bir xil muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib qoldi. O 3-chi qatim o'zini mukofotlab tirishmidi yoki bo'lmasa o'ynab oldi degan gap. Shunga sizlar irodasizlik masalasiga kelgan vaqtda o'zining hayotidagi, o'zining turmushdagi eng chong nishon zot nima ekan? Bu nishonga berish jarayonidagi bosqichlar jarayonida o'zining mukofotlanolmaydi. Bu mukofotlashning o'zi amaliyotda shu qilayotgan ishlarni nolga aylantiradi. Shu nurg'un yosh bolalar boshlaydi, chekindi, boshlaydi, tugaydi. Yana bir misol. Bir odam 1 million yig'moqchi. Uning asli nishoni nima desa 1 million. Ammo u 1000 qo'y yig'di, muvaffaqiyat qozondi. Ammo uning asli yig'moqchi bo'lgan nima desa 1 million. Biroq bu 1000 qo'y yig'gan odam o'zining xushal bo'lib ketib,
o 100 belki 500 koyun heyli yetiş mümkün. Xuşalıq tuyğusu var. Asli onun asli nişanı nemese 1 milyon tepiş. Onun az hergiz nişanı arlık jarayonda emas. Şuna nurg'unda vaqtlarda sizlar qilib atqaningizlarga hergizmi bu yaxshi ish deb baho bermanglar. Qachon siz mushni men yaxshi qildim, yaxshi ishmish qilib atqanim degan shu tuyg'uda odam bir nachar ishni keltirib chiqardi. Şuna biz shu kundalik ish tartibimizda qilib atgan ishimizni hergizmi yaxshi demayli. Asli u bizning aslimiz shunda yaxshi. Shu asli biz qilish tegishlik ish. U hergizmi biz nachar. Bizni qilib qo'ygan